Assalamu alaykum muhtaram televizorchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Barliq ko'rurmanlarimizni, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni Ro'za Hit munosabati bilan qutlaqlaymiz. Ro'za Hitinglarga muborak bo'lsin. Navbatda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism programmalarimizni takrorlab o'tmoqchi. Men Erkin. Men Gulchehra. 17 iyul atiganda bu yillik Ro'za Hit dunyoning har qaysi joylarida qutlaqlandi. Muhaciratdagi Uyg'urlar Hit namozini o'zlari yashayotgan davlatlardagi Uyg'ur, Turk va boshqa musulmon jamoatlar bilan birga o'qidi. Ko'plagan g'arb ellaridagi Uyg'urlar o'z oldiga jamoat bo'lib tashkillanib, Ro'za Hit namozini Uyg'ur imomlarga ergishib o'qidi. Amerikaning Virginia va uning atrofidagi shaharlardan kelgan Uyg'urlarmi 17 iyul atiganda Hit namozini bir yerga jam bo'lib o'qidi. Uyg'ur diniy zot Nuriddin Hojimning imomatchiligida o'qilgan namoz va namozdan keyingi duolar Uyg'ur jamoatini hayajonga soldi. Ro'za Hit tarpsida radiomiz ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim Uyg'urlarga hitlik salom yo'lladi va Uyg'ur elida Xitoyning zulm siyosatlariga bosh egmay, taat ibodatlarini to'liq bejo keltirayotgan Uyg'ur qarindoshlariga oprin o'qidi. U Uyg'urlarga aminlik, hurlik tilash bilan birga yana Xitoyning har xil bostirishlarida jindan ayrilgan Uyg'urlarning ro'yiga jannat, oil tavobatlarga sabr tiladi. Xitoy hukumati bu yillik Ramazon mezgilida Uyg'urlarga qaratgan Ramazon cheklamasini hassilab kuchaytirish bilan birga bir qism joylarda diniy zotlarni o'z do'konlarida aroq tamaki setishga majburlagan edi. Tayland hukumati o'tgan hafta 109 nafar Uyg'urni Xitoyga majburiy o'tkazib bergandan keyin dunyoning har qaysi joylarida Xitoy va Tayland doiralariga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Bu xil namoyishlar Fransiyadagi Yevropa parlamenti, Amerika, Gollandiya, Avstraliya, Germaniya, Turkiyadagi Xitoy va Tayland elchixonalari oldida o'tkazildi. Shanba kuni Germaniyada ilib berilgan namoyishni asosli turk jamoati tashkillagan bo'lib, namoyish Germaniyaning 5 ga yaqin shahrida o'xshash vaqt o'tkazildi. Gollandiyada bu hafta o'tkazilgan namoyishda Tayland elchixonasi xodimi namoyishchilarning oldiga chiqdi va Uyg'urlar tayyorlab kelgan norozilik xatini qabul qildi. 15 iyul Türkiye hukumati Taylandga qamalib qolgan 60 Uyg'ur musofirga ishiga ochiq ekanligini bildirdi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, bu xabarni Turkiya Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Tanju Bilgich haftalik axborot e'lon qilish yig'inida oshkorladi. U mundaq dedi: "Bu 60 Uyg'ur qarindishimiz Turkiyaga kelib qolsa, Turkiyaning ishiga ularga ochiqdir. Turkiya hozirga qadar Taylandda 1 yildan buyon iztirab chekkan Uyg'urlardan 180 dan ortiq kishini elib kelib yerlashtirgan. Bu Uyg'ur jamoatini xursand qilgan. 15 iyul Tayland musofirlar kengashi hukumatni 52 Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan edi. Xitoy soqchilari dushanba kuni Xitoyning Liaoning o'lkasi Shinyang shahrida 3 Uyg'urni etib o'ldirib, bir Uyg'ur ayolni yaralandirgan. Soqchi taraf Liaoning o'lkadagi hukumatning mikroblogida e'lon qilgan uchurida atalmish Şinjanlik terrorchilarning soqchilar tarafidan etib o'ldirilganligini, ulardan 28 yoshli Uyg'ur ayolning yaralandirilganligini ilgari surgan. Biroq uchurda voqeaning sababi, Uyg'urlarning kimligi, maqsad muddasiga aloqador hech qanday tafsilot e'lon qilinmagan. Keyin doiralar bu vaqtda berilgan xabarlarni yig'ib olgan va mikrobloglarni o'chirib tashlagan. Xabar hukumat igdorchiligidagi bir qism axborotlarda qoldirilgan bo'lsa-mu, asli xabardagi Şinjanlik terrorchi degan so'zlar chiqarib tashlangan. Turkiyadagi IHH insoniy yordam vaqfi 7-oyning 12-kuni Tayland va Malayziya orqali Turkiyaning Qaysiriga kelib o'rinlashgan Uyg'ur bolalarini etliq yo'qladi. Yordam vaqfi Qaysiri sho'basi mas'uli Xadicha xonim 60 atrofida Uyg'ur bolani magazinga elib berib, ularga kiyim-kechak elib berdi va etliq pul tarqatdi. Buningdan qattiq xushal bo'lgan musofir bolalar turk tashkilotlariga rahmat aytdi. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Rahmat sizlarga. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.